شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Bugün 113. ayetini okuyumuz Sure Bakara'nınki. 13. ayette yanıla ehli kitap hakkında. Yahudi, Hristiyan ve müşriklerinin, dinsizlerninki, butku ibadet kıldığanlarninki özara birisi qarata tutqan pozisiyasi meydani haqqida so'zlaymiz. Alloh subhanahu va taolo buni bizga bayon qilib da'vatudi. Astaizu billah. Va qalatil yahudu laysatin nasara ala shay va qalatin nasara laysatil yahudu ala shay va hum yatlunal kitab. Kazalika qala allazina la ya'lamuna misla qawlihim fallahu yahkumu baynahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yaxtalifun. Yahudlar deydi ki Nasralının qılğan işlerinden hammasini nölge tan. Ular hech qilmavatıdı. Yani ular batıl üstüde, haqiqat üstüde emas davatıdı. Nasrallar davatıdı ki Yahudilar hech narsada emas. Ularning qilayotgan ishi hech qitan. Yani nölge tan ular davat. Bular nima uchun birisi-birisini bu darajada ittihom qilib, nima uchun birisi-birisiga bu darajada iftiro qilishadi? Halbuki bular ikkilisi kitob ahli va hum yatlunal kitab. Umu samavi kitap ehli, bu mu samavi kitap ehli. Asli her ikkilisi samavi kitap ehli boğaçqa birisi-birisiga insof qilish kerakdi. Bu meselenin xarakterini tushundirish kerakdi. Allohninki zimin ahlini hidoyat qilishga payg'ambarni oqa-oqidan avatish, bir shariatdan keyin yana bir shariatni tushirish orqali ilgirki shariatni to'liqlash, xatolarni kishilar o'zgartirayotgan taraflarini to'g'rilash ekanligini bular tushunib o'zaro birisi-birisiga normal insof bilan muomala qilishi kerakdi. Bularning bu ahvoli hech nima o'qimaydigan, ya'ni dinsiz, na samaviy din, na samaviy kitob, na samaviy shariatdan xabari yo'q insonlarning hech farq qolmadi. Chunki ayni shaklda kazalika qalallazina la ya'lamuna misla qawlihim mushriklarmu, ya'ni ahli kitob bo'lmagan, samaviy kitob bilan aloqasi bo'lmagan bu kishilarmi o'xshash gapni aytdiki, bu xristianlar bekor ish qilyapti. Bu yahudiylarning hamisha nölge tan. Quruq ish degandek, ularning nol hisobda har birisi-birisining qanaqa qilyapti, hech nimaga tan qilmayapti. Bu gap bularning eng to'g'ri gapi. Aminat Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni ularning orasida bo'lib datalashgan bu haqda hukm chiqardi. Kimning nima ekanligi, kimning qanchalik ekanligi, har kasning botilning ustida ekanligini inshaalloh qiyomat kuni oydin bo'ladi. Abdur yuqoridagi oyatni izohlab davatudi. Biz deymizki, Yahud Nasaralar degan eng to'g'ri gap nima bo'lsa, ularning har biri yana birini nolga tan qilib, ittihom qilib ayblayotdi. Yahudlar deydi, Xristianlar tutayotgan yo'l to'g'ri emas davatudi. Xristianlar deydi, Yahudilar ketayotgan bu yo'l hech nima hisob emas bu yana. İtiraf qilinmaydi Allohning oldida nolga hisob davatudi. Ajablanarliki ikkilisi ahli kitob. Yahudiymi ahli kitob, Xristianmi ahli kitob. Shunda turib har ikkisi yana birini uning iymoni yo'q deb qanaqa ittihom qildi. Bu jihatda bular u mushriklardan hech farqlanmayapti. Mushriklar deydi-ki, bular ketayotgan yo'l xato yo'l, botil yo'l. Bularning iymoni yo'q deydi mushriklarmi? Yani müşrikler Yahudilarni nol qilyapti, Xristianlarni manga yo'li xato deb ayblayapti. Yahudlar turib müşriklarning qilayotgan ishlarining hammasi xato deyapti, Xristianlarning xato deyapti. Demak, bular üç taraf birisi-birisini
Bunda 6 şekilde. Yani her mao iki tarafını, a iki tarafını, ma iki tarafını, yani özden başka iki tarafının hemmine şu taraf öz ara birisini ittiham kılıp ayıplab, bularda iman yok, bularning manga yolu, batıl yolu, hata yolu. Da buna ayıplavatıdı. Ondan Allah subhanahu wa ta'ala bir yerde vatıdı ki kezalike qalellezine la ya'lamuna misla qawlihim deb müşriklerin bulağa koştu da hesapta 3 gruppa bir yerge toplandı. Bu 3 gruppa İslam davetine karşı bir cebhe şekillendirdi bir yerde. Bular birisini bu kadar ittiham kıldı, birisini bu kadar ayıpladı. Onun kitabatqa yollarını nölgü çıkardı degenge bular çoğum ki İslam davetine karşı çıktı adamlar. Bo'lmasa insaf qilish kerak. Hech olmasa ikisi insaf qilish kerak da. Bu ehli kitap bu, her işkilisi. Ularga peygamber kelgan ularning osmondan tushgan shariati var. O shariatning xarakterini bular biladi. Ama birisini qanday qiladi ittiham qiladi. Bu kadar insafsız. Bu yerda demekçi ki özara şu kadar insafsızlık bilan boshqalarni ayıplayotgan bular cho'qim ki İslam davatiga qarshi chiqishi aniq. No'g'anda ko'z oldimizda İslam davatiga qarshi chiqayotgan 3 xil guruh bor degan gapda. Yani bunun ichidagi birisi na samaviy manhaj, na ilahiy risolat, bunun ishonmaydigan bir guruh bor. O müşriklar oyat tilg'anini shu. Endi ikki guruh bor. Herhalde bir işençisi var ulanın. Ne geçense bir işençisi var. Peygamberleri var, kitapları var, Yahudiler, Hristiyanlarınki. Mahildeki şekildeki 3 gruppa yani. Çünkü Allah subhanahu ve taala ulanı birisi okşup, ikisini manın Allah'ı da okşuştun sebebsiz okşaması gerek. Abrisinin ne hiç imanı, hiçbir işençisi, ne onunki kitabı, ne onun peygamberi yok. Maşkisinin peygamberi var, kitapları olğaçqa okşaması gerek. Lakin Allah alaydı tilg'ilib bularning okşağanligini insafsızlık bularning vujudidagi haqiqatni izlash ruhining bo'lmasligi, balki tarabbaslikni bizga ko'rsatib nima deyotdi? Kezalike qalellezine la ya'lamuna misla qawlihim. Yani ne din, ne ilah, ne asman yoludun, samavi mukaddesatlarni hech narsani bilmaydigan ma adamlar Hristiyan, Yahudilar bilan birlashdi bu haqda hammasining gapi bir gap bo'ldi bu yerda. Asli ahli kitob tabii ki bularning samaviy bir aloqasi var insonlar. Allah tarafından tushirilgan bir kitob var insonlar. Bularning to'g'ri yo'l itaklash uchun kelgan payg'ambar var insonlar. Asli bular payg'ambar müşriklardan farqlanishi kerak. Lekin hozir ma'bobga kelgan vaqtida ne biladigan, ne bilmeydigan. Yani as-samavi alakası var kişiler bilen. Samavi kitapları var, samavi şeriatı var kişiler bilen. Hiç nimesi yok. Hiç nima okumaydigan tuvoq müşriklar o'xshash bo'lyapti. Shu boshqa oyatda alohida eskartib va kezalika qalellezine la ya'lamuna misla qawlihim deb ikisi bir yerga tiqibdi. Demek hem de bu 3 gruppa, 2 ehli kitap, bir müşrik. 3 gruppa özleriga qarata, yine birisiga qarata aynı sözlerini qana qilib so'zlayotgan bo'lsa, bularning o'tirisidagi ixtilofning ne kadar cho'ng ekanligi, kichik emas ekanligi. Chunki yana birisidan din yo'q davatida yerda. Oyatning ifodasida ala şey degan bir iborat keltirdi. Bulusiz şekilde. Bunu söz tercüme qilsak, bularning qilayotgani hech nima emas degan gap. Bular ketayotgan yo'l hech nimaga yetadi hisob degan gap. Ya'ni biz Uyg'urchada normalda bir ishni butunlay inkor qilmoqchi bo'lsak, nollam deymiz-ku, mushkil shakldagi ifoda. Am bu xil o'tirdiki cho'ng da'talash, cho'ng ixtilof kim qildi? Tabii ki Allah subhanahu va taolo. Allah har narsani biladi. Allah ularning o'tirishini qiyomat kuni haq bilan ayiradi. Bu ayirish, bu hukm qachon bo'ladi? Tabii dunyoda bo'lamdi, tabii yo'q. Dünya degan imtihon dunyosi, hisob dunyosi emas, savol so'roq qilgan dunyo emas, iymon masalalarini ayiradigan dunyo emas. Shunga bularni o'tirdigan hukm qiyomat kuni bo'ladi. Allohning butun xalqining ko'z oldida bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mushahhaqda fallohu yahkumu baynahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yaxtalifun. Hukm qiladi. Endi hukm qiladi deganlikka qarab, buning ichida to'g'ri xato yo undash yo'q. Menda kim to'g'ri, kim xato buni ayirish emas. Nimishqa uchchilisi xato bu yerda, uchchilisining tutgan yo'li xato. Şurasının İslam'ı inkar qilganligida xato, İslamning ramkasidan chiqib ketganligida xato. Qiyomat kunisi bularning mush ahvoli, oldiga keladi mush ahvoli haqidagi hukm va qarshi chiqqanlar
azapga yüzlenidu. Bu haqdagi hukmchida qiyomat kuni bular haqida. 114-oyatda Alloh subhanahu va taolo bizga oldingi oyatda Yahudi, Nasara, mushriklarning o'zaro bir-biriga tutgan pozitsiyasi, islomga tutgan pozitsiyasi, bularning qanday qilib islomga dushmanlashib qoldi, qanday qilib bir-biriga ashta yuqoridagidek ayblashlarni qilyotdi, bir-biriga iftirolarni aytyotdi. Bu haqda bizga bir tushuntirishlarni berdi ya, hozirgi 113-oyatdan 114-oyatda İslamga qarshi harakatga o'tgan, bu dinga qarshi harakatga o'tayotganlarning ahvoli haqida bizni shulardan ogohlantirib bizga xabar beryotdi. Davotida Estaizu billah ve men azlamu mimmen mena'a masajidallah en yuzkara fiha ismuhu ve sa'a fi harabiha ulaika ma kana lahum en yedkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyu ve lahum fil ahireti azabun azim. Allah bizga ajoyib bir ogohlantirish beryotdi. Zalimlarga yo'l qo'yganning dunyodagi tatadigan jazosining nima bo'lganligini, zalimlarning dunyoda tatadigan jazosining nima bo'lganligi haqida oyatda bizga eskartish beryapti. Davotidiki, Allah'ның mescitlerinde Allah'ның isminin esnişidin tuzluğan adamdın mı zalim adam var mı? Bir yakege vaxtta Allah'ның mescitleri degenden ki yıllam göz aldığımızda biz günde 5 vakit namazlarımızı koyduğumuz mescitler geliyordu. Mescitler yıkılıvatıdı, çekilivatıdı, kiradığanlarının yeşiğa, cinsiga ölçem koyuluvatıdı. Mescitke kiradığan çıkıdığan vakitla ölçem bekitilip çekilivatıdı. Bu bir eğer biz tar dairede etsek muşunçlik sözleyimiz. Eğer teximi keng dairede etsek ilgirki samavi dillardan İslam'dan farqlanadigan bir tarafi. Samavi dillarda Müslümanlar yani şu dinge ergeç kişiler ibadetlerini mahsus bekitilgen uğurlarda kıladı. Yani mahsus ibadet halları var. Onun sırtında ibadet kılanmaydı. Ama İslam Müslümanların her daim Allah'a yakın duruşu için zeminin hemmini mescid kıldı. Xalıgan vaqtda, xalıgan şekilde, xalıgan orunda ibadet kılsa bulduğun qıp bekitdi. Farz ibadetlerden başka ibadetlerde ayrıfılan uçuvatsa namaz okusan buldu. Paraxtda ketivatsa namaz okusan buldu. Yüzün udul taraf kelam nafil namazlarda. Hatta bazı ulemalarning bazı çıkargan qaraşları da piyade ketip namaz okusa buldu nafil namazlarni. Demek ma ümmetke Allah üzülen alaqalashish fursatini shunchalik berganki, qaranglar, xalıgan o'rin. Muayyan bir masjid uning buningga bekitib qo'ymadi bizni. Xalıgan o'rin. Xalıgan vaqt, kechasi, kunduzi, xalıgan vaqtda va xalıgan holatlarda. Ariflarni dedi ku safar qilyapmiz, ariflarning o'rniga o'tirib yüzümüz nega qaragan bo'lsin, nafil namoz o'qisak bo'ladi. Maşinada ketyapmiz, nafil namoz o'qisak bo'ladi. Hatto agar burunqi zaman bo'lgan bo'lsa, at, eshak ulag'dek minib olsakmi, shu bizning qiblimiz, uloq mangan taraf qiblimiz bo'ladi. Bu darajada Alloh bizga o'zga ulishish, o'z bilan aloqa bog'lash fursatini etib o'tganlikda bu noktadan zeminning hammasi masjid. Her vakit ibadet kılıp Allah'ın ismini eslaydigan vakit. Bununla to'sqinlik qilgan, bununla engel olgan her qanday narsa Allah'ın nazarida en zalim. Ayette davotida "Ve men azlamu mimmen mena'a masajidallah." Allah'ın mescitlerinde Allah'ın namının esleniş, Allah'ın isminin eslenişten çekilgen adamdır bu zalim. Bu en zalim adam bu. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا bu mescitlerini harap kılışını tırışkan adamdan mı zalim adam var mı? Buna esli Müslümanlar güçlü oluş gerek bir yerde. Müslümanların hevisi buluş gerek eslinde. Buna korkup tutup giriş gerek idi. Müslümanlar bu haksal kırmazlık gerek. Yüzünün dünyadaki hevisini yok atmazlık gerek. Yoktup koygan hevitini kaydırıp ekleyiş gerek. Bunda insanların dünya tatıdığını harlı kılıdı. Her xil şekildeki xarlıq, bularning ahiret erişidigini azabun azim. Biz ilk bir dersde azabni 3 bölgünün isimde. Birisi azabun alim, ikincisi azabun azim, üçüncüsü azabun muhin. Azabun azim şunun ikinci derecesinin büyük azap, qattiq azap. Tabii ki
bu azapni qiladiğini Allah subhanahu va taolo o'g'achqa azapning darajasi Allah'ның qudratiga qarab bo'ladi. Allah'ның qudratini eslasak bo'ldi, bu azapning ne kadar yuqori ekanligini bilib olsak bo'ladi. Yani Allah subhanahu va taolo bizga Yahud, Nasara, mushriklarning o'zaro islom haqida tutgan pozitsiyalarini bayon qilib bo'lgandan keyin, lekin bu 3 guruhning islomga qanday shaklda dushmanlik qilayotganligini, o'zaro bir-biriga qanday shakldagi tuhmat, ayblarni atayotganligini bizga bayon qilib, dedi o aldın qayatda her bir gruppa bulanışıdaki yani birisine batıl üstüde iman yok, bunun yolu hata deb ayıpladı o. Muşunu bayan qilib bo'lgandan emdi Allah subhanahu va taolo bulanı İslamga qarşı, madinga qarşı urush qilishdan, bununga qarşı harakat qilishdan eskartib nimda atdı va men azlamu deb ma ibaratlan başlawatıdı. Bunun zalim adam var mı? Zalim degenden ki Allah Kur'an'daki zalimlerin hükmünü izlesek bulağa nispeten ağır bir tehdit şu debiyede. Ayet etilganındek Allah'ın mescitleri degen neyim o dese zaten Allah'a secde kılıp bulunduğun oralarının hemmesi Allah'ın mescidi. Bendinin Allah'a secde kılışı, bendedeki Allah'a boysunuş ifadesi, bendiçilik kılış ifadesi o. Çünkü secde kılan vakitte sen en uluq əza olan yüz ne? Allah'a boysunup Allah'tan korkup yerge taşlaysa. Bu bende bilen Allah'ın oturduğu en yakın halet, bendenin en yukarı hal görünüşü, en yüksek derecedeki bir görünüşü. İslam'dan ilgili her kana dinge ergeçken dinin mensupları fakat dinide belgilengen has urullarla ibadet kılarlaydı. Ondan başka namaz okuş doğru emasdi. İslam kelgandan keyin ziminning hammani insonlarga masjid qilib berdi, hammani pak qilib berdi masalan. Hatto suv olmasa zimin orqali tayammum qilish orqali tahorat oladigan bo'ldi. Endi ziminning hammani masjid qilib berdi degan gap Allohning bandalariga Rabbiga uchrashish o'rinlarini kengaytib berdi. Rabbiga ibodat qilish o'rinlarini kengaytib berdi. Ya'ni ular har zaman, har makon Alloh bilan uchrashib turish imkoniyatiga erishdi degan gap. Chunki sana muayyan bir o'rinni belgilab bermadi. Namoz undan boshqa durus olmaydigan shaklda. Sen qachon Allohga 2 rakat namoz o'qishni iroda qilsang, bo'laveradi. Farzdan boshqa namozlarni. Masalan, shukr namozda esa, istixor namozida esa, xavf namozida esa masalan Rasululloh bizga o'rgatgan sunnat namozli va qanda vaqtda o'qigan kelsa o'qiy olaysa. Xuddi sen xohlagan joyda, xohlagan vaqtda, xohlagan shaklda Alloh bilan uchrasha olaysa. Dinning bizga yaratib bergan fursati bu qadar. Ya'ni Allah subhanahu va taolo Muhammad alayhissalomga, uning ummatiga zaminning hammani masjid tahur qilib berish orqali in'om ato qildi degan gap, bandalarning Robb bilan uchrashish doirasini kengaytib berdi. Mushuni kengaytishni istadi degan gap. Payg'ambar alayhissalom deydi ya, Imom Buxoriy, Muslim, Tirmiziy, Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadisda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya qabli." Men 5 turlik alohidlikni birildim. Menden ilgili peygamberler birilmegen bu alohidlikka deb ma şekilde Resulullah ziminning pak masjid qilinganligini ifodaladi. Bunun içinde birisi, yani birincisi aylık Irak musafirden düşmanlarga qo'rqinchi selish alohidligini birildim. İkincisi zimin bana masjid ve pokizlanadigan tahorat suyuning o'rnida qilindi. Ummatimning qanday odam namaz vaqti kelsa namaz o'qisa bo'laveradi. To'rtinchisi menga g'animatlar halol qilindi. Mendan ilgari hech kimga halol qilinmagan. Men shafaat berildim. Ilgari payg'ambarlar maxsus o'zining qavmiga avatilsa, men butun kishilarga avatildim degan hadis. Buning ichida shu ziminning ummati Muhammadiyaga masjid qilinganligi alohida aytilganidi. Endi misha kelgan vaqtda bir narsani so'g'imiz keladi. Nimda ilgirki ummatlarga maxsus ibodat qiladigan bir joyni bekitib turdi. Ummati Muhammadiya kelgan vaqtida bu xil kengaytib o'tdi. Bir nuqtani tushuning qarindoshlar. Ilgirki ummatlarga maxsus bir o'rinni ibodat qilishga bekitib berdi degan gap, u ummatlarning ibodat qilish fursati ancha ko'p emas degan gap yani. Çünkü insan davamlı o məxsus uğrunu teyip bulanmaydı. Bəzide bazar doludu, bəzide öy doludu, bəzide səfər doludu. Amma ma ümmətə bütün ziminni məsjid deyən gəp hər daim, hər minut ibadat qilish fursati degan gap. Nima uchun farq nədadirsə? Çünkü İslam aqlning taraqqiy qilib dünya arzu armanlarının köpəydigan bir davrga to'g'ri keldi.
Bilsizlar, ilgirki ummat intayin tabiiy yashagan insonlar. Taraqqiyot yo'q. Hamma narsa o'z tabiati bo'yicha. Ammo ummati Muhammadiyaga kelgan vaqtda Alloh ummati Muhammadiyaga zaminning butun xazinalarini ochib o'tdi. Dengizning ostiga kirdik. Osmonga chiqdik. Neftlarni qazdik, oltin kumushlarni qazdik. Ilm-fan taraqqiy qildi. Zodi bo'lmaslaydigan ish qolmadi masalan. 200 yil ilgari bir odam osmonda uchibdi desa, va menga va sarang deydik. 100 yil ilgari yoki 50 yil ilgari zaminning u chetidagi insonlar bilan 100 yil ilgari normal suratlik kurashgili bo'ladi, shoman gap qilgili bo'ladi, aloqa qilgili bo'ladi desa, vayma sarang olibdi deydik. 100 yil ilgari zaminning u chetida yuz bergan ishni shu minutda ko'gili bo'ladi, xabar topqili desa, buni ishonmaydik. Bugungi kunda hammasi bo'ldi. Ya'ni dunyo ilm fanlarida aql taraqqiy qildi. Bunda ahvol bo'lgan sari nurg'un qonuniyatlar o'tirg'i chiqadi. Nurg'un to'sqinliklardan eshib tushdi inson. Nurg'un ijodiyatlarni o'tirg'i chiqadi. Bu ishlar insonning aqlini g'idiqlab sal vasvasiga soladi. Nimishqa ko'pincha ishlar xuddi insonning imkoniyatidagidek bir xil holat tuyg'u insonga beradi. Qila olayman degan tuyg'u. Ko'pincha ishlarda sababga, masalan texnikaga taynimiz ya texnikamiga qodir deydi ya bugungi kunda insonlar. Mushuningga kishilar yiqilishadigan, dindan yiroqlashadigan, sababni yaratgan Allohni qo'yib, sababga bek taynadigan, bunga ibodat qiladigan bir xil ahvollar bizning ummat yuz beradiganligi aniq. Chunki ma ummatga dunyoning butun xayratlari aytib o'tilindi. Ilgirki ummatlarda bunda bo'lgan ahvolning hech asari yo'q. Ilgirki ummatlar osmonga uchib boqmagan-ki, dengizning ostiga kirib boqmagan-ki, masalan. Ma ummatlar ajoyib taraqqiy qildi. Bu ummatga ajoyib imkoniyatlar berildi. Nurg'un narsani ijod qilish, yasash xuddi hamma narsani qila oladiganday. Zodi texnika bo'lsa yoki shunga munosabatlik sabablar, vositalar bo'lsa, hammani qila oladiganday. Dunyodagi o'zgarishlar shunga qarab bo'ladigandek bir xil tuyg'u hammalarni tushunadi. To'g'ri, Alloh imkoniyatlarini shunchalik berdi, ammo bir narsani unutmaslik kerakki, shuning ustida Xoliq bor. Shu imkoniyat, shu vositani yaratgan bir zot borligini unutmaslik kerakdi. Endi ummat mushishga duch keldi. Dunyoning bu xil o'zgarishlari, dunyodagi bu xil echilgan sirlar bizni tabiiy dindan yiroqlashtirish xavfi bor bizda. Endi Alloh subhanahu va taolo va biz shu ummatga, ummati Muhammadiyaga ibodatini davom qulay qilish orqali bularni mushafitini saqlash. Ya'ni biz davomli Alloh bilan pat-pat kunda 5 vaqt ko'rishib turamiz. 5 vaqtdan boshqami qachon namoz o'qishimiz kelsa, qanday vaqtda Alloh bilan uchrashishimiz kelsa, uchrash qiladigan bir xil holatni biz yaratib berish orqali ma'fitnidan Ma'qil ideyaning keyindan, ya'ni ideya jihatda ma'ning keyindan ma'lum qilishni saqlash. Inson taraqqiy qilish kerak. Shuncha imkoniyatlar yaratilish kerak. To'xtovsiz izdinish kerak. Ijodiyatni o'tirg'i olib chiqish kerak. Ammo bir narsa unutmaslik kerak, shundan hammasini orqasida mushuni yaratgan bir kuch borligini. Alloh dal mushu nuqtadan bizga ibodat so'rinlarini, ibodat imkoniyatlarini kengaytirib ochib berlik ma ummatga. Masalan, Alloh subhanahu va taoloning bu yerda bizdan xohlaydigini nima desanglar biz televizorni ko'ryapmiz. Televizorda zaminning o tarafida yuz berayotgan hodisalarni bu tarafiga, oyda yuz berayotgan ahvollarni zaminga shu yuz bergan minutda bizga yetkazib anglatiyotidu. Endi biz shu vaqtning o'zida o'sha texnika degan yomon kuchli ekan-ku. Zodi shunda texnika bo'lsa hamma ishni qildi o'xshaydi-mi? Deb texnikaga butunlay tayinib, butunlay degan gapni diqqat qilinglar. Allah'ın unutish hadisi yuz bermasligini xohlaydi Alloh. Biz shu vaqtning o'zida bizga o'zimizning nada buradiganligini aytib turayotgan ma ne'matga Alloh shukr qilish uchun Allohga sajda qilishimizni xohlaydi Alloh. Masalan, atmosfer qatlami deymiz. Bu dunyo osmon zamin Alloh osmon zamin yaratgandan tortib ba. Qandaqdir Allohning xalqidan birasi akilib, ma yaqinqi kunlarda atmosfer qatlamini yashagan tarafda qo'yib qo'ygan ish yo'q. Alloh zaminni yaratgan vaqtlam bao.
yaratilgan şu vaqtda. Amma onun balıqını, onu qo'llanishni mushu kunlarda xalada Allah. Ondan ilgili hech kim, 100 yil, 200 yil ilgili hech kimning atmosfera qatlami bilan chatog'i yo'q. Atmosfera qatlamidan foydalanish yoki mushu atrofni qorishab turgan havo qatlamidan foydalanish xiyolimi yo'q, ham foydalanmaydi. Ammo masir bizga yechildi. Endi biz Allohning istigini, ya'ni biz qandaqdir bu texnikalar yoki bu xil imkoniyat, bu xil vositalar gilam tayinib, shuning bilan ishinib Allah'ını unutib qolmasligimizni, Allohga bizga bergan, ya'ni bizga mush koinotning sirlarini ochib bergan biz ilgari tunimaydigan shuni, ammo bu xil ne'matga qarata Allohga sajda qilishimizni xohlaydi. Qancha ibodat qilsang qilib, ya'ni bizning o'zi bilan bo'lgan orliqimizni echibdi Alloh. Zaminning hamma narsani qilish orqali. Bilimizki bu sırlar bizge nait inçki taraflarını, mesela mahlukatlarının ki, gaybiyat hatta meselelerine bizni yıkıllaştırıp oturdu mesela. Bu nimetki biz qanak qilishimiz kerak, şükür qilib sayda qilishimiz kerak. Bu imkoniyatni Allah bizga qanak qildi, saqladi. Ya'ni maxsus urunli ibodat qildi, bizga vaqt bekitib, bizni cheklab qo'ymadi. Biz xohlagan shaklda Allohga har doim bog'lanib tura olamiz. Bizga Kıyamet günüsü bütün Allah'ın halkının hammasi bir yerga yig'ilib hesabni ko'rdi. Shu hisob yuz bergan vaqtni o'zini ko'rdi, shu hisobni yuz bergan hisob o'tirib chiqqanligini hammadan ko'rdi desa, hayron qolmaslik kerak. Bugungi kunda, ammo bundan ilgari bir odam desa, Allohga iymon etgan, g'aybga iymon etgan nuqtadan buni ishonsimi aqldan o'tkazolmaydi. Bu qanday ham odamga hisobot qilib, yuz bergan vaqtda shu hisobot o'tirib chiqqandan keyin har bir odamning o'z hisobotini ko'rib ishlanmaydi buni aqliy nuqtadan. Hamda hozir bu dunyodagi muhim hodisalarning hammani yuz bergan vaqtida aytib rahat o'rindiqda o'tirib, sofatda o'tirib, o'ylarimizni tildan oldi o'tirib ko'ryapmiz masalan. Birovlarga bir narsa vazifa taqsim qilmoqchi bo'lsa, hatto u 100 yoki 1000 yoki 1 million odamning oldidagi kichik uskunlar bilan u vazifalar har birisining qo'llarimizga yetkazilib berilyapti. Shu minut, shu sekundda. Masalan, men bir yozma taqitma masalan, ijtimoiy aloqa vositalarida. Shu minutda qo'llarida telefon bor yoki qo'llarida shu xil uskun bor. İnsanların hammasi telefonini yoki uskunlarni ochiblar. Men taqatqa yazmani shu hamon ko'ralaydi. Bu dunyoda bo'layotgan ishlar mi o dunyoda? Hech jafosiz, mashaqqatsiz bo'layotdi bugungi kunda. Bu insonning hozir qo'lga keltirgan imkoniyatlari, iqtidorlari bu daraja bo'lib qolsa, mushu inson yaratgan Xoliqningki qudrati qanchalik bo'lmoqchi. Ya'ni qiyomat masalalari bizning zihnimizga, g'aybiyat masalalar bizning zihnimizga bara-bara yiqilishyapti. Dedikki, mushu ahvollar 100 yil ilgari bilgan bo'lsa, voy samanga sarang deydi. Hozir bugungi kunda hamma odam uni ishinish emas, ko'ryapti ko'z oldida. Qiyomat kuni esa har odamningki o'zining hisobotini shu vaqtning o'zida, dal vaqtning o'zida butun qilgan ishlarining hammasini ko'ralishi, birla vaqtda ularning butun hisobotlarining qilinishi hozir bizga nisbatan bir hayron qolgudek ish bo'lmay qoldi. Ya'ni biz tushunalidik uni, burun tushunmaydik. Mush imkoniyatni Alloh subhanahu va taolo ummati Muhammadiyaga ochdi. Endi biz Allohningki koinotdagi qonuniyatlarini ko'rgan vaqtimizda tabiiyki Alloh subhanahu va taoloninki buyukligi qator sajda qilmasa qolmaydi. Alloh bu ilmlarni, bu mo'jizalarni mushu koinotda qo'ydi. Ko'z oldimizda davom yuz berib turibdi bu ishlar. Biz har doim shukr qilish so'rindiz masalan. Unda bo'lgandan keyin biz darhol sajda qilishimiz kerak, namoz o'qishimiz kerak. Belgilangan o'rin bizning yiroq bo'lib qolsa, bu talab bo'lmay qoladi. Shunga Alloh subhanahu va taolo ummati Muhammadiyaga zaminning hammani qanday qilyapti? Masjid qilyapti. Ya'ni bu xil davomli shukr qilib turish, bu xil davomli sajda qilib turish zaminning hammasining masjid bo'lishini taqozo qiladi. Mishqa siz o'z o'rningizda turib Allohga shukr qilish uchun sajda qilish imkoniyatiga erishsin deb sizni. Boshqa bir o'ringa masalan yiroq yoki yo'l qiyin, mana bu o'ringa muhtoj bo'lmaysiz boshqa yerga berishga. Nolib qolsa balkim unutib qolishingiz mumkin hatto.
Biz her daim, her zaman Allah'a şükür kılalayımız, Allah'a seydi kılalayımız. Allah subhanahu wa ta'ala emdi Resulullah'ı iman etkan müminlerge Rabb bilen uçuruş dairesine ikna etip beşine halide. Çünkü yine tekrarlasak, hulasılasak ümmeti Muhammediyege Allah'ın halkıga etip biriş ve ümmeti Muhammediye'nin kelgen bu ümmeti Muhammediye risaleti. Bu İslam risaleti. Şunda bir vakti geldi ki bu vakitte Allah bu halkka, bu insanlığa ilgili başkalar içip peygamber nurgun işlerini kanakıp verdi, içip. Kainatның sırları, mevcudiyetның sırları açılgan sıra insan özüge mağrurluğudur. Mağrurluk insanның kalbine kirgen sıra insan dinden, Allah'tan, Rabbinin yaratılışıdır. Şoňlaşqa Allah subhanahu wa ta'ala muşu mağrurlukni qoğlaydigan, muşu mağrurlukni yoqtudigan bir işlarni qilib berish kerak. U olsunmu? Däl şu. Namaz, secde. Bu yüzsüdün ziminning hammasini bo'lgan bizga nisbatan masjid, secde bo'lgan. Endi Rasululloh avatilishini ilgari ishlar aks etdi. Tam. İşlarning hammasi tabiiy. Yağmur yağmasa masalan, bulaqlar, quduqlar qurib ketsa, şu osmonga yelinib su talab qilish, namoz o'qishdan boshqa yo'li yo'qdi ularninki. Ularga qiyin keladigan har bir qiyinchilikqa ashta yuzlanibdi. Boshqa amal yo'qdi. Ammo bugungi kunda ahvol o'zgardi. Alloh xalqiga, koinotga nurg'un sirlarni ochib berdi masalan. İnsan duch keladigan nurg'un krizislar bor dunyoda. Ammo insonga berilgan bu vositalar insonning shu krizislarini hal qila oladigan bir holatga keldi inson. Ama bu yerdeki bir çıkan mesele hal qılalayımızgı deydigan, üzgü işinedigan, Allah'tan yiraklaşıdigan, üzünden tirişçallık olan işler hal oldu deydigan bir xil halet şekillendi ma ümmette. Yani halkı tayiniş başlandı. Mahlukku tayiniş başlandı Allah'a tayinişinin ornuda. Şoňlaşqa ma ümmetke nemeken aytilgan imkaniyet, ibadet imkaniyeti, Allah'a uçuş imkaniyeti ken aytilgan. Allah subhanahu wa ta'ala Sure Nur'ninki 35. 36. ayette Allahu nurus semavati vel ard. Mesalu nurihi kemişkatin fiha misbah. El misbahu fi zucace. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم deb Allah'ın nurunun asman ziminden her taraflarına yurtutganligini Allah bu öz nuruga özü xalqan insanlarni hidayet qildiganligini bu yerda tilgalawatydy. Dep bulup ayetning keyingi ayetde fi buyutin azinallahu an turfa'a ve yuzkara fiha ismuhu deb Allah özünün zikri arqılı Allah'ın isminin tilga elinishi arqılı mescitlerde bu nurun taqaydiganligini bu ayet tilgalawatydy. Yani bu ayette Allah tilgagan öyle qaysı öyle Allah'ın ismi kötürülüdigan, Allah'ın ismi zikr kılıngan öyle qaysı öyle dese Allah'ın nurunu kişiler kiradigan öyle nime öyle del mescid. Del mescid. Mescidni avat kıldiganlar daimlik mescidning ziyaretçileri namaz yüzüdün del nime dese Allah'ın nurunu kişiler. Nuru ne? Kiradigan kişiler. Emdi kelip gepimiz bir kadar ahırlaştı. Mescid açtan else zeminin hamısının mescid kılınışı bu yüzüdün emdi kelip ayetinin üzünün məqsıdı kelsek ayette وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ deb Allah'ın mescidini tosqa adamının intayın zalimi kitilgalindi ya. Yani emdi kelip bir adamını kelip mescidlerge cüretlik kılıp Allah'ın isminin əslini işitini çekilse bunun mənisi bu mescidlerge mesloğan, bu mescidinin sahiplerinin imanının aciz ikenliki, dininin aciz ikenlikinin ifadesi bu. Şunda olgandikin bularning düşmanları bularga cüret qilib qana qilyapti, hujum qilyapti. Chunki kuchli olgan bo'lsa, düşmanlar Allohning ismining masjidlarida tilga elinishni cheklashga cüret qilmagan bo'ladi. Yoki masjidni xarob qilishga sa'y qilinmagan bo'ladi. Masjid yiqilib juma namozi o'qilmaydigan bir holatga kelishga ular yo'l qo'ymagan bo'ladi. Bu masjid sohiblarining ojizligining ifodasi. Ama Allah'ın öylerinin qaysi bir öyni xarab qilman degan odam şunda o'tirg'i chiqsa,
Kishilar buni cheklash uchun, uning qo'lini qirish uchun o'tirg'i chiqsa, bu vaqtda iymon kuchli bo'ladi bu vaqtda. Iymon kuchli vaqtda qila oladigan ish bu. Ammo o'z beti tashlab qo'ysa, mu'minlar o'zining dushmanligiga qarata xorliq, bo'shanliq ko'rsatgan bo'ladi. Nima ish qilgan? Chunki Allohning o'zining xalqiga nuri tarqaladigan o'rinni o'chirishni xohlaydi kofir. Chunki biz bayatdan dedik. Masjid Allohning nurining xalqiga taqaydigan o'rni. Allohning nuri masjidni taqaydi. Kofir buni o'chirmoqchi. Bunda kofir yana dunyoda yomonlik harakati bilan yashaydi. Bu yomonlik harakati shunda mu'min emaslar Allohning ismining, Allohning uyida tilg'anishini cheklash va masjidni xarob qilishga kuchi yetgan siri, qila olgan siri bu yomonlik harakati kuchaydi. Qachonki bular Allohningki uyini xarob qilolmasa, Allohning uyiga shunda qishni ko'tarib qarayolmaganda bu yomonlik harakati pastlaydi. Bu jang mushbati davom qiladi. Din jangi, musulmonlarni cheklash jangi, musulmonlarni keyniga chekindirish jangi mush shakl davom qiladi. Nereden boshlanadi? Masjiddan boshlanadi. Masjidni cheklash, musulmonlarning Robbi bilan bo'lgan aloqasini uzish orqali bu jang boshlanadi. Ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin. Yani kofirlar, din dushmanlari asli Allohning masjidlariga, mu'minlarning masjidning sohibi bo'lgan, namoz o'qiydigan mu'minlarning bular hujum qilib qilishni qo'qab turib kirsoldi degini masjidning sohiblari kuchli bo'lish kerak asli. Ammo bular qo'rqmayapti hozir. Buni deganlikning ma'nosi mu'minlarning qalbidagi iymoniy turtga ojiz degan gap yani. Oyatda "Va man azlamu" degan bir iborat bilan boshlandi. "Va man azlamu" deganning ma'nosi masjidlarda Allohning ismi aslinishini cheklaydigan bu odamdan zolimroq odam yo'q. Buyuk zulm bu degan gap. Eng yuksak darajadagi, eng cho'qidagi zulm bu. Va sa'a fi kharabiha, ya'ni masjidni yo'q qilish yoki namoz o'qishga yaramaydigan holatda qo'yib qo'yish, mushning uchun harakat qilgan odam degan gap. Ya'ni masjidni xarob qilishga yiqishligini ma'naviy moddiy jihatda masjidni yiqish yoki boshqa ibodat qilmaydigan bir holatga akilishga harakat qilgan odam o'xshash hammada. Bu ahvol dunyoning har joylarida, bo'lib bizning yurtlarda bek davom qilyapti. Musulmonlarni masjidni taklash ahvoli. Alloh subhanahu va taolo shu oyatning oxirida nim bilan oxirlashtirdi. Lahum fid dunya khizyu va lahum fil oxirati azabun azim. Ya'ni Allah subhanahu va taolo bularni hargiz dunyo oxiratda unga tashlab qo'ymaydi. Bular bu masjidga qilgan hujum mayli kim tarafdan qilinsin, Alloh uni tashlab qo'yadi. Balki dunyoda xorliq yetkazdi. Xorliq degan nima desa, kishilar ko'rishni yomon ko'radigan bir nachar bir holatdan bo'ladi. Lahum fid dunya khizyun degani, xizyon ina ma'u Allohning o'zining uyiga qarata Allohning nimaligi kundashlikka qo'yadi. Qizil siziq masjid. Masjid chaqildimi, kutsak bo'ladi. Ular vayron bo'ladi masjid chaqilganlar. Masjiddan musulmonlarni to'sdimi, ibodat qilishni chaqildimi, saqlaymiz. Bular vayron bo'ladi. Allah subhanahu va taolo dunyoda Allohning masjidlarini xarob qilishga tirishgan Madina yahudlarga nisbatan nima tatbiqlarga qarasak bo'ladi. Bularning pul mollari elinde keyin yurtlardan qo'g'landi. Yuz bergan amaliy ahvol bu. Ammo mushu ahvol, ya'ni oyatdagi dunyoda birilgan, bularga birilgan xorliqning ifodasi bu. Amalan bilamiz, fil voqeasini Abraha Baytlarni yiqish uchun fil qo'shinining davom etgan vaqtda buni qushlar bilan, kichkina qushlar bilan halok qilib vayron qildi. Buni maxsus bir surida mush voqealikning nomini atab bizga bayon qildi. Bu mu yorqin ifodasi. Allohning masjidlariga qilingan hujum kim tarafidan qilinsin, buning oqibati oxiratga to'xtamaydi. Dunyoda bu xorliq uchraydi, bu jazoga uchraydi. Ammo oxirat kelsak, tabiiyki Allohning dushmanlari Allohning masjidlariga po'chilik qilib, til tekizganligi, qo'l tekizganligi xarob qilganlik uchun ig'ir darajada hisobga tortiladi. Ammo shu vaqtning o'zida mushuninga jim tug'an, Allohning diniga yordam berishdan chekinib olgan, Allohning o'yinini mudofaa qilishdan chekinib olganlarga ham qattiq azob bo'ladi. Mushlar mu'minlarga ham. Shunga Allohning eskartib o'rnida davotudi. Har qanday bir mu'minningki Allohning zikrining masjidlarida qilinishdan cheklashga urinayotgan dushmanlarning oldida bo'shanlik qilish, ojizlik qilishni har qanday mu'minni ogohlantirman. Chunki
Unda mu'min, unda musulmon ma holatda ig'ir darajada bir gunoh qilgan bo'ladi. Balkim uningdan eshiq tasvirlarsiz bir gunoh bo'lishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo unda odamni har kun tashlab qo'ymaydi, do'zaxga haydaydi uni inshaalloh. 115-oyatda Alloh subhanahu va taolo ilgirki oyatga munosabatlik mazmun kelyapti. Ya'ni oldimizdagi oyatda masjidninki Allohga ibodat qildigan o'rinlarning buyukligi, sharifi, ummati Muhammadiyaning Alloh bilan bo'lgan aloqasining har zaman ochiq ekanligi, buni cheklash, buni to'sish, buni vayron qilishning dunyo oxiratda og'ir azob uqubatga duchor bo'lganligini tilg'ab bo'lgandan keyin endi Alloh subhanahu va taolo ma oyatda mu'minlarga, ummati Muhammadiyaga berilgan imkoniyatning texnik keng doirasini, darajasini bizga bildirib qo'yadi. Da'vatudi valillahil mashriq val mag'rib fa aynama tuvallu fa thamma wajhulloh innalloha wasi'un alim. Mashriq, mag'rib hammasi Allohniki. Nega qarasanglar Alloh shu yerda bor. Alloh wasi'un alim, hammani bilguchi, doirasi keng, fazl marhamati keng demak. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Allohning masjidlarini xarob qilib yiqilgan kishilarning jazosini bayon qilib bo'lgandan keyin, Allohning ismi masjidlarda tilga elinishdan to'saydigan kishilarning jazosini bayon qilib bo'lgandan keyin hamda oxiratda bularni kutib turadigan azobni bayon qildi. Shundan keyin bizga mushuninki to'liq bir saviyada ijrosininki to'liq bir saviyada ekanligi va mukammal bir saviyada ijro qilish bu bir mumkin emas. Yani demek ki oğlum şeyde bir ders demekçi ki düşmanlar her qancha masjidlarni yıqsin, Müslümanların ibadetini her qancha cheklasin, to'liq tugutib Allah mahiyeti davat etdi. Çünkü biz ilkler aldık ayetinde öptük sizinle hammasi masjid. Mahiyeti tahmin qilib davat etdi. Valillahil mashriq vel maghrib. Mashriq, mag'ribni hammasi Allohning da'vatidir Alloh subhanahu va taolo. Buni vayron qilaman deganlik, ibodatni vayron qilaman, ibodat qilib qo'ymayman deganlik, zaminning hammani xarob qilaman deganlik. Chunki zaminning hammasi masjid. Biz masjidda taqi chiqargan, uy solib olganni vayron qilayotganing bilan hamma masjid bizga nisbatan. Chunki Alloh subhanahu va taolo hammada bor. Sen nada bo'lsanglar Alloh subhanahu va taolo ne Allah subhanahu sizlarga kelayotganligini, ya'ni sizlarga yuzildiganligini, ya'ni sizlarni oldinglarda topsizlar, nayt iniq topsizlar. Bunun sıkıntı yo'q. Hech qanday bir masala yo'q. Masjidni yiqsin, boshqa yo'q. Boshqani yiqsin, boshqa yo'q. Zaminning hammasi Allohniki. Ya'ni bular ham xiyol qilmasin, tushakimisin, musulmonlarni bu dindan yondirib, bu dinning shuar ibodatlaridan to'xtatimiz deb o'ylamasin bular. Oyatdagi fasamma vajhulloh degani Allah hamma yerda Alloh va degan gap. Wasiun alim degani Allah kengridir, hammani bilguchidir degani. Sizlar Robbinglar bilan uchrashadigan o'rinlarni tardoriga kelib olmanglar. Nima ko'rsanglar bo'ladi. Har doim Alloh bilan billa deb o'ylanglar. Chunki Alloh har makonda, mushkoinatning ham yerida bor. Bu koinotning sirtida ham yerda bor. Mana bu hozirgi oyatning mazmuni. Endi oyatda bir ikki söz bab bizning diqqatimizni tortgan. Valillahil mashriq vel mag'rib desa, mashriq, mag'rib Allohningki desa. Mashriq degan bizning nazarimizda kun chiqadigan o'rin, mag'rib kun patadigan. U faqat atrofimizdagi butun taraflarning ikki tarafi hamda bu. Bundan qarab ba'zi qarindoshlarimiz mashriq bilan mag'rib bilan Allohga tavamu boshqa yatchu deydigan savol kamsin. Yani qanaq turmaydiki valillahil mashriq vel mag'rib degani faqat sharq va g'arb tarafni la muayyanlashtirmoqchi emas. Amaliyotda mashriq, mag'rib degani sharq, g'arbdan tortib butun taraflarni o'z ichiga oldi. Qanday o'z ichiga oldi? Masalan, shimol, janub, sharqi shimol, g'arbi janub. Sen o'ylaganlik esning atrofingda hammani o'z ichiga oldi, mashriq bilan mag'rib. Qanday? Oyat mashriq, mag'ribda bo'lsa, siz buni tafsir qilib bütün etraflarının hemen öz sigalat deysiz. Bu qanday gap bu? Nimiş ayet emisi sharq bilan g'arb bilan tilga oldi. Desa. Chunki taraflar har qanday bir tarafni biz muayyanlashtirmoqchi bo'lsak, sharq g'arb bilan belgilanadi. Mayli biz masalan hozir Istanbulda yoki Urumchida, yoki Bag'dodda, yoki Qohirada, boshqa yoki Makkada yoki Madinada bo'layli. Bizning taraflarimiz masalan sharq, g'arb, shimol, janub degan taraf quyoshga qarab, sharq bilan g'arbga qarab bilan belgilanadi. Uning muayyan bir tarafi bo'lmaydi. Cho'qim
Quyosh chiqqan taraf sharq bo'ladi, patgan taraf g'arb bo'ladi. Masalan, biz Ka'bani asos qilib turaylik. Ka'baning bu tarafida bo'lib qolsak, bizga nisbatan sharq bu taraf, g'arb bu taraf bo'lib qolsa, Ka'baning u tarafiga o'tsak, bizga nisbatan sharq va g'arb. Ya'ni bir xil o'zgaraydi moya. Yani tug'an o'rnimizga qarab turib, sharq bilan g'arb, yer shakliga qarab turib, yer sharining ahvoliga qarab turib, sharq bilan g'arb belgilanadi avval. Bu ikkisiga qarab turib, qolgan taraflar belgilanadi. Janub, shimol, sharq, shimol, g'arb, janub degandek taraflar an belgilanadi. Unda bo'lgandan taraflar eng burun sharq bilan g'arbdan belgilangan bo'lg'achqa oyatda valillahil mashriq val mag'rib deb ma'no tilga olgan. Bo'lmasa sharq va g'arb va shimol va janub va sharq shimol va sharq janub va g'arb shimol va g'arb janub va. Ammo kishilarning normal tabiatida biz ne qarablan ayırımız bu taraflarni sharq bilan g'arb qarablan. Hech qanday uskun ishlamasakmi, shu kun chiqqan taraf sharq, kun patgan taraf nima g'arb. Tabiiy tunildigan bir ahvol. Yani dünya zaminning ustida kuzi saqlan bo'lsa, quyoshning nereden chiqib, nereden patadiganligini bilmaydigan hech kim yo'q. Har kuni quyoshning chiqqanini ko'ramiz, patganini. Bu nuqtadan sharq bilan g'arb bizga nisbatan eng o'ng'ay hazm qila oladigan bir taraf. Endi oyatda valillahil mashriq mag'ribning sababi bu. Yeni bir noktadan bu meşrik mağribin tilg'ilishi qandaqdir Allah sharq g'arb Allohning dediği ayette. Allohning mülkiyeti sharq va g'arb ikki tarafga ham xos degan gap emas. Bu alaqa arab til grammatikasida valillahi deb jumlaning bir bo'ligining oldiga chiqishi xoslikni ifodalaydigan bir gap bor. Bu emas, bunda tushunilmaydi. Masalan, normalda arab tilida katabtu, bil qalam katabtu, biz sayar atayta desa bu xoslikni ifodalamaydi-da bu. Ama bu xususiyat olsun, lekin bunu Alloh yozdi degandek bir xil ifodalamaydi. Bunda alaqa jumlaning ma'lum bir bo'ligini oldiga, ma'lum bo'ligini keyniga akilib turib ifodalagan xoslikni arab tilida ixtisos deymiz. Ammo mayada agar normal ifodalasak to'g'ri. Valillahil mashriq val mag'rib desa, mashriq mag'rib faqat ikki taraflam Alloh xos degan bo'ladi, lekin unda emas. Anda o'z qanday bo'ladi? Desa, bu yerda xoslik Allohga xoslik chiqishi kerak. Chunki mulkiyat Allohga ham xos, hech kim nima emas, shirk olmaydi. Ammo taraflarga nisbatan mashriq bilan mag'rib bilan ifodalanmaydi bu yerda. Sal to'p so'zlaymiz buni, davomini so'zlaymiz. Boshqa taraflarning o'ziga oladi bu ikkisi. Balkim so'rashingiz mumkin. Oyatda mashriq, mag'rib deb ikkisini tilg'aliqlar. Nimda boshqa taraflarni o'ziga oladi desa bu? Qanday o'ziga oladi bir savol so'rashingiz mumkin. Biz unga hozir kelimizda. Oldi bilan davatlayli, mashriq, mag'ribning mulkiyati Allohga xos. Butun taraflarning mulkiyati Allohga xos. Hech kim shirk qilolmaydi. Qiblaning masalan Baytul Muqaddasning Ka'baga o'tkilishi Alloh subhanahu va taolo Baytul Muqaddas deydi, shundami? Yo'lni shundan keyin Ka'baga oldi deganlik emas. Yani Alloh subhanahu va taolo keyin Ka'baga o'tkildi deganlik bo'lmaydi. Qiblani birlashtirishning ma'nosi qandaqdir musulmonlarningki namozda birdan namozda bir yo'lnishi bo'lishdan ortiq ma'nosi yo'q. Hammasi Ka'baga qarasin degan, butun musulmonlar birga qarasin degan gap, boshqa gap emas. Bu faqat nishonni birlashtirish dalili bas, boshqa hech qanday narsa yo'q. Namozdagi yo'lnishlar, namozning g'ayridagi yo'lnishini farqlantirishimiz kerak bu yerda. Namozdagi yo'lnishda hammalar Alloh bizga namozda yuzlanishga tanlagan bir o'ringa qaraymiz. Kishilarning hammasi dunyoning hamma taraflarida Ka'baga qaraydi. Ka'baning o'rni bir, qanday qilmaydi o'zgarmaydi. Ammo bizningki yo'lnishimiz, Ka'baga nisbatan yo'lnishimiz zaminning har taraflaridan o'zgarib turadi. Ka'baning ma tarafda bo'lsak, o tarafga, o tarafda bo'lsak mayaga, o tarafda bo'lsak ma tarafiga qaraymiz Ka'bani. Ka'ba o'tirida biz o'zgarib turamiz, ammo yo'lnishimiz hammalarning Ka'baga qaraydi. Masalan, birisi shimolga qaraydi. Chunki shimolga qarasa Ka'baga qaragan bo'ladi. Yana birisi janubga qaraydi. Chunki janubga qarasa Ka'baga qaragan bo'ladi. Chunki uning o'rni ashnoga to'g'ri keladi. Yana birisi sharq, yana birisi g'arbga qaraydi. Chunki hammalar o'zi tug'an mazmundagi o'rniga qarab turib, xilma-xil yerga qaraydi, lekin yo'lnish hammasining Ka'baga. Lekin taraf nuqtasidan har xil qarashi mumkin. Lekin taraf nuqtasidan har xil bo'lgan bilan, ya'ni yig'ib akalsak taraf nuqtamiz xilma-xil bo'lsin. Masalan, men shimolga, u janubga, o sharqqa, o g'arbga qaragan bilan hammalar shu bir Ka'baga qarashda bir o'rtaq uchrashimiz yana. Bu nuqta aniq. Endi Alloh subhanahu va taolo bizga valillahil mashriq degan vaqtida mana o'ylab qolmasligimizni istaydi-ki,
Mashriq bir taraf deb o'ylab qolmasligimiz deydi Misha. Bir narsani bildirmoqchi Alloh bizga. Valillahil mashriq val mag'rib degan vaqtimizda mag'rib bir taraf, ya'ni g'arb bir taraf deb o'ylab qolmasligimiz deydi. Bir narsani tushundirmoqchi Alloh bu yerda. Nimishqa? Chunki mashriq mag'rib o'rnining o'zgarishi bilan o'zgaradi. Hammalar bilamiz yer shari cho'g'laydi. Quyoshning atrofida bir cho'g'laydi, o'zining atrofida bir cho'g'laydi. Yozda quyosh mayadin chiqadi, qishda quyosh mayadin chiqadi. Yozda matrabga patidi, qishda oyga patidi. Bu bir. Men Istanbuldagi vaqtimda quyosh mayadin chiqdi, menga nisbatan sharq maya. Shu topning o'zida balkim Amerika qit'asida quyosh petayotgan bo'lishi mumkin. Shu topning o'zida yana bir yerda quyosh chiqayotgan bo'lishi mumkin. Demak, yer sharining atrofiga shunda yiroqdan nazar tashlag'ili mumkin bo'lsa, yer shariningki har bir tarafi ham mashriq, ham mag'rib bo'ladi. Chunki har minut, har soatda quyosh chiqayotgan yava, quyosh petayotgan yava. Bir shaharda quyosh chiqayotgan, yana bir shaharda petayotgan. Bir soatdan keyin yana bir shaharda quyosh chiqadi. Yana bir soatdan yana bir shaharda quyosh chiqadi. Endi shu quyosh chiqayotgan har minutdagi shu joydagi kishilarga nisbatan quyoshning chiqadigan mashriqi o'zining tavalligi, o'zining yurilishi bo'ldi. No'g'anda zaminning hammasi mashriq, hammasi nima? Mag'rib bo'ladi. Bu nuqtani men tushundinglar. Allohninki mashriq, mag'rib Allohga xosdir degani zimindagi hamma Alloh xos degan bo'ladi bu nuqtadan. Hargiz mashriq bizning ko'zimizga ko'rinayotgan sharq, mag'rib bizning ko'zimizga ko'rinayotgan g'arb lam emas, balki zaminning har tarafi. Chunki har tarafda turayotgan insonlarga nisbatan sharq farqli, g'arb farqli. Menga nisbatan matrab sharq. Yana 100 kilometr narxi shaharga nisbatan matrab bo'lishi mumkin. Yana birisi atrab bo'lishi mumkin, yana birisi atrab bo'lgan zaminning hamma yeri. Ya'ni zaminni 24 soatda kun chiqayotgan, kun petayotgan ahvol uzluksiz davom qiladi va har joyda davom qiladi. Bu nuqtadan yer sharininki har tarafining hammasi mashriq, hammasi mag'rib. No'g'anda masala aydınlaşdı yani. Quyosh bir o'rinda chiqsa, shu vaqtning yana bir o'rinda petayotgan bo'ladi-da. Mening qashimda chiqadi, boshqalarning qashida patadi, 1 minutdan keyin yana birlarning qashida chiqadi, yana boshqalarning patadi. No'g'anda quyoshning chiqishi yoki petishiga nisbatan agar sharq g'arbga qoidaga sho'p qolsa, zaminning yuzida mashriq mag'rib tugmaydi. Hamma mashriq, hamma mag'rib. Dalmayadiki valillahil mashriq val mag'rib deganning ma'nosi bu. Zaminning har tarafi Allohga xos, Allohga oid. Oyatning oxiridagi Alloh vasi', kengirdir, hammani bilguchidir degani Alloh o'zining mulkining hammasini o'z ichiga ola oladi. Allohning hech narsa mashg'ul qilmaydi. Man deb aningdan, an deb maningdan mashg'ul qilmaydi Alloh. Shuningcha Imom Ali radhiyallohu anhu Alloh qiyomat kunisi bir vaqtda butun odamdan tang hisobotni qanday olib bo'ladi desa, buning javoban nima degan? Bir vaqtda hamma bandasiga tang rizq berayotgandek shu vaqtda hisobot olib bo'ladi deb javob bergan. Demak, Alloh subhanahu va taoloni hech narsa mashg'ul qilmaydi. Alloh o'zining qildigan ishlarga bilishga ehtiyojli emas, faqat bo'l deydi, qanday qiladi? Bo'ladi. Bu Alloh subhanahu va taologa biz keltirgan iymon. Sonra bugungi darsimiz oxirlashdi va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.